Yanvar oyida tug'ilganlar hayotdan chegina bardoshli insonlardir. Ular har qanday qiyinchilikka sabr bilan, bardosh bilan erishadi va uni yengib o'tishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarning ichki dunyolari juda chiroyli bo'lib, ular ko'pincha orzu qilishdan charchashmaydi. U insonlarning ko'rinishi qanchalik jiddiy bo'lmasin, lekin ular ich-ichidan muloyim va rahmdil insonlardir. Ular hayotda ko'pincha do'stlariga sodiq inson bo'lishadi va doimo yangi do'stlar orttirishga harakat qilishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni sindirish va xafa qilish juda oson, lekin u insonlar tezda oyoqqa turib, unga qilingan barcha yomonliklarni unutib yuborishadi. Yodingizdan chiqarmang, yanvar oyida tug'ilgan insonlar bir ishni boshlasa, ular doim oxirigacha kurashib, o'zlari boshlagan ishni oxiriga yetkazishadi. Ularni hech kim bu yo'ldan qaytara olmaydi, chunki ular ruhan erkin insonlardir. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, yanvar oyida tug'ilganlar omon bo'lsin. Yanvar oyida tug'ilganlar obuna bo'lishni unutmang.